Ukangizni rosa qizg'anarkansiz-a, keliningiz bilan ukangiz dam olishga keshayotganda ota-onangizni olib o'zingiz ham erinmasdan qo'shilyapsiz degan negativlar juda ham ko'p ketdi. Ukam bilan umuman ishim yo'q, xotinim bilan qo'shni qarib baxtli taxtli bo'lib o'zligidan ko'payib ketsin, lekin tan olaman, mardlarcha ota-onam ozgina qizg'anib o'tdim. O'zi aslida dam olishga ota-onam bilanman va bolalarim Angrenga ketishimiz kerak edi, ya'ni Garden Vibe Resortga, lekin uyga borib qarasam, kelinim bilan ukamni ham chamadoni tayyor. Ha, yo'l bo'lsin desam, bularni ham tashab ketmaylik, o'zi qolmasin deyshti. Unisiga ham mayli dedim. Lekin dam olishga borganda ana endi kelinimizni qo'llaridan o'choq qozonda maza qilib ovqat yemiz desam, kelinimiz dam olishga kelgan, asal oyisi bo'yapti, o'zing qilib bera qolgin deyishganiga chida bo'lmadi-yu. Ikkita yoshi bo'ynidan bo'g'ib oldimga olib kelib olib, ukamga o'tin yordirdim. Kelinimga bo'lsa telefonni ushlab videoga olib turing dedim. Bo'ldi, sizlar o'ylaganchalik yomon qaynagachi emasman. Prosta birgalashib xingir qilib ovqat so'raganimizdan keyin Garden Vibe'dagi katta hayvonot bog'iga birgalashib sayrga chiqdik. Bir payt qarasam, kelinimiz xafa bo'lib ukamni kuylab yurgan ekan. Nima bo'ldi desam, ukangiz ot minishga ham ruxsat bermayaptilar, loqal kvadrisiklga ham ruxsat bermayaptilar dedi. Qani bu yoqqa kellaring dedi. Hammasini bitta sinab ko'rib maza qildik. Keyin bo'lsa butun bitta hayvonot bog'ini aylanib chiqqunimizgacha ham fermadagi otlarni, qo'ylarni, kiyiklarni, bug'ularni ko'rib chiqqunimizgacha o'zi ham 3 soat vaqt o'tibdi. Даже ishonasizlarmi, ovqatimizni suv qurib ketdi. Lekin bolalar bilan yoki kattalar bilan borsanglar, maza qilib aylanib, toza havodan nafas olib yuradigan joy ekan. Orada shunaqa ozgina tarbiyasizlik qilib, suvlarga toshlar ham otib oldik. Hamma joyi aylanib, ipidan ignasigacha ko'rib chiqqanimizdan keyin qornimiz ochib qaytsa, bizga tapchallarga chiroyli qilib joylab qo'yishgan ekan, maza qilib ovqatlanib oldik.